23-iyun sanasida ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotgan obunachilar, mana xudo xolasa noyabrga tayyor bo'lgan gilos ko'chatlarimizni ichini bir qator yana chopig'ini amalga oshiryapmiz. Bo'ylarini ko'p turibsizlar, o'shishlari zo'r, baquvvatliklari ham yaxshi. Xudo xolasa buni zakaz qilib qo'yganlarni zo'r qilib tayyorlab beraman. Mana do'stlar, xudo xolasa ko'chatlarimiz holati zo'r. Bitta bu joyi emas, hamma joyi shu oldi bo'lgan. Mana oldi 2 metr bo'lib bo'ldi. Mana bugundan bitta o'tini o'ltirib, xudo xolasa chopib namiga dorilarni solyapmiz do'stlar. Farg'onali bog'bonni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kun yangilarimizda tashlab boramiz. Birinchilardan bo'lib do'stlar, gilos ko'chatlarimizni mana katta bo'lishlari, baquvvatliklari zo'r xudo xolasa. Mana bag'larni olib kelib ko'rsatib qo'ying. Mana bu orqalayzor. Mana do'stlar, olib keling. Mana ko'chatlarimiz holati bizga tayyor bo'layotgan. Do'stlar, mana o'zi 2 metr bo'layapti. 23-iyun sanasida. Bugundan xudo xolasa ichlarini chopyapmiz. Farg'onali bog'bonga bittadan lakni bosamiz, kanalni rivoji uchun qo'llab-quvvatlaymiz. Kunli yangilarimizda tashlab boramiz. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bugungi qilayotgan ishlarimiz tayyor ko'chatlarimizni chopyapmiz.